Assalomu alaykum hurmatli anglag'uchilar. Yozuvchi Yasinjon Sodiqcho'g'larning Bahodir nomli romanining davomini anglag'aysizlar. Muhammad Husayn Ko'raganning xitini tezli o'qib tugatgan Xonzoda Saidxon Xo'jali Bahodirning ko'ziga gumon bilan tikildi. Ammo o'ziga hurmat, ishonch bildirib turgan bu ko'zlardan hech qanday bir suiqasd, soxtalikni topolmadi. Xat uningga qanchalik tasodifiy tuyulgan bo'lsa, dadasining o'limi to'g'riliq yozilgan qurlarmi shunchalik tasodifiy tuyuldi. Bu xat rostli Muhammad Husayn Ko'raganmidi? Shaybon ham bir shumliq bilan meni sinab o'tmaydiganda. Saidxon xatning oxirgi qurlarga qaytadan nazar tashladi. Xonzodam, marhum otalarining vafotidan to'liq qayg'urib, o'zlarini yo'qotib qo'ymaslar. O'lim hammamizning beshida bor. Banda tug'ilgan ekan, hamon bir kuni ol rahmat daryosining sharbitini tetimay qo'ymaydi. Hozirgi muhim ish Shaybonxonning dargohidan jonlarini yoqaga elish. Netjan vaqtdan beri har qancha tirishchilik ko'rsatgan bo'lsam-mu, o'zlari bilan xos muloqotda bo'lish fursatini topolmadim. Shaybonxonning gumonini qo'zg'ab qo'ymaslik uchun tavakkul qilishdan ehtiyot qildim. Bilishlari kerakki, kaminlarmi amalning yo'qidan Shaybonxonga itoatkorligimni vaqtliq sunganman. Mana endi fursat keldi. Balkim Sulton Husayn Boyqaraning yoki Bobur podshohning dargohiga borarman. Mayli qaysisining qishiq bormay, Shaybonxonning muqobilasiga chiqib qo'ldan ketgan taxt saltanatni qaytarib olish uchun tirishchilik ko'rsataman. Sizlar ol Shaybonxonning dargohidan qutulib chiqqandan keyin Udul Aqsuga borg'aylar. Sizlar ol tarafdan Bahodir sarkard lashkarlarni boshlab kelsizlar. Men bu tarafdan Bobur podshoh va Sulton Husayn Boyqara bilan Shaybonxonning oldini to'ssam, cho'qimki buyuk maqsadlarimiz murod topur. Muhammad Husayn Ko'ragan xatning tegiga tuvandagidek izohat qo'shib qo'ygan edi. Boya Mahmud Sulton janoblar bilan muloqotda bo'lib muddaimni bayon qildim. U menga ijozat berdi hamda sizlarning ol dargohdan omon-eson qutulib chiqishlari uchun Xo'jali Bahodir ismli yotish begi orqali yordam qo'lini sunadiganligini bildirdi. Balkim sizlar Mahmud Sulton Shaybonxonning inisi tursa, o'z og'asining dushmanlariga yordam qo'lini sunishi mumkin emas deb ishkilanib qolishlari mumkin. Ol og'a inilarning o'rtasida arozichilik borligidan, xususan Mahmud Sultonning og'asi Shaybonxonning siyosat farmonlaridan norozi ekanligidan sizlarning oz-to'la xabarlar bordir. Hozircha gapni uzatmay, qoldi gaplarni Alloh xolisa keyin ko'rishganda tafsiliy mundasharmiz. Shu topda Saidxonning vujudini dadasining o'lim xabaridan paydo bo'lgan azob bakrak iskanjiga olgan edi. Tog'dek ishongan, umid bog'lagan otamdan ayrilibdiman. Shuncha vaqt xabarsiz yuribdiman dexe. Endi bu dargohda tursam bo'lmaydi. Hamini bir o'lim deb degan. Bo'pti. Bu maktub qilma. Oldimdagi mono azmatga mashinay. Yomoni kelsa, Shaybonxonning qilichida o'lib ketarman. Bir qarorga keldingmi, Xonzoda? So'radi Xo'jali Bahodir Saidxonning xiyolini bo'lib. Saidxon uning ko'ziga yolt etib qaradi. Menga ishonmayotadilar haqiqatan. Kaminlar marhum Alojxon oliylarining sarvozlaridan bo'laman. Yurtim pichandan. Meni tonimasliklari tabiiy. Ammo o'zlarini obdan taniyman. Bo'libmi Toshkentga yurish qilganda hamsa vaqt do'stlari Tohirbek bilan yo'l bo'yi qilib menga sho'xliqlari qachonmamiz? So'radi Saidxon Xo'jali Bahodirning so'zini bo'lib. Do'sti Tohirbekning ismini anglash bilan Saidxonning uningdan gumonlanishga asos qolmagan edi. Alloh xolisi bugun kecha tun nisbidan keyin Chedirdan har qanday vaqtda yolg'iz chiqolmaydiganligim o'zlariga ayon. Bilaman, bu taraflardan xotirjam bo'lsizlar. Qo'llardagi maktub menga tunigun kelgan.
Yılgıca hamma tayyorliklarni bitirib bo'ldim. Biz yolg'iz emas. Xo'jali Bahodirning biz yolg'iz emas degan so'zlari Saidxonga boshqacha yaqinlik anglandi. Kashf xizoniy misli deb gapini davomlashtirdi Xo'jali Bahodir. Ammo nökerlarni to'yg'icha yeyishga zo'rlasizlar. Ular tong otqicha beshidan og'richasimi to'ymay uxlaydi. Nada uchrashimiz? Men degan yotish begi. Kechida nega bo'lsam hech kim mendan gumonlanmaydi. Sizlar nökerlardan birining kiyimini soldirib, nökerchi kiyinib tursizlar. Yonlarga o'zim kelmanda, chorlig'uchi nökerlarimga qo'shib elib ketaman. Bo'ludamisa, sizlarni kutaman. Bugun atiganlik nostiga Shaybonxonning faqatli ishtihasi tatmadi. Xuddi biror muhim xabar kutayotgandek pat-pat sirtqa qaraydi. Salomga kelgan amir sarkardilarini qabul qilmadi. Lashkariy yurishni davomlashtirish farmonini bermadi. Nima uchundir bugun yo'lga chiqishga oldirmayotgandek qiladi. Uni nastiga zo'rlashga petin olmagan Bekavul amir sovib ketgan nastliqlarni yig'ishtirib etishga majbur bo'ldi. Qabligohimizga ma'lum bo'lg'ay. Qobilsaq o'g'lon qaytib keldi. Darhol yenimga kirsin. Dedi Shaybonxon mahrimiga qarab. Qobilsaq o'g'lon Shaybonxonning eng ishonchli mahrimi ham yoshirin qo'lli kesarlarning biri edi. Uni maxfiy farmon berib Qunduzga avatgan edi. Qanday bo'ldi? So'radi u Qobilsaq o'g'longa salom qilishga fursat bermay. On hazratimning farmoni to'liq ado bo'ldi. Dedi Qobilsaq o'g'lon yer suyib turib. Ol ikkisining zo'qim silingan g'azoni yeginin o'z ko'zing bilan ko'rdingmi? Bir oy ilgari Mahmud Sultonning xos g'izoxonasiga kirgizayotgan Bekavul ishlarni ko'nglimizga bajar keltirib, olilar iltifot qilgan zo'qimni g'izoga pam bilan aralashtiribdi. Biroq Qobilsaq o'g'lon bir pas turib elib davom qildi. G'izoni Mahmud Sulton o'z yolg'iz edi. Nima uchundir Muhammad Husayn ko'ragan uning g'izoda hamroh bo'lmadi. Kaminlari so'rashni berib ko'rdi. Demak, Muhammad Husayn ko'ragan qutulib qopti-da. Shaybonxonning dahshatli qarashlariga bardoshlik bera olmagan Qobilsaq o'g'lon vahimidan tugilib ketdi. Shundoq bo'ldi. On hazratim. Kaminlari kechalab bu yoqqa mandim. Mahmud Sultonning musibat xabarini elg'ichi kelib qoldi. Bo'ldi. Ko'p jafo chekibsan. Bir piyola choyni ichib elib aramal. Shaybonxon bir hamyon tillani uning oldiga tashladi. "Ma, bu suyuncham. Esingda tut. Bu sirni insonga tinma. Haddim emas." Qobilsaq o'g'lon Shaybonxon iltifot qilgan bir piyola choyni g'urpil tutib ichib etgandan keyin og'zini qo'lining dumbisi bilan ertib etib chiqib ketish uchun asta mangdi. Texichidirning ishik to'gi bo'lmayla badani to'liqsiz tortishgandek bo'lib gulib budi yiqildi-da, og'zi, burni, quloqidan o'qdek qon ketdi. Inisi Mahmud Sulton bilan Muhammad Husayn ko'raganning ziyoda yaqinligidan gumonlanib yurgan Shaybonxon azaldan farmoniga bo'yintovlik qilib kelayotgan inisi Mahmud Sulton bilan o'zi uchun yoshirin ofat hisoblagan Muhammad Husayn ko'raganni ko'zdan yo'qotish uchun Qunduzga qotil avatgan edi. Shu topda Mahmud Sultonning g'izosiga zahar selvatgan so'r pishoni Qobilsaq o'g'lon Shaybonxon iltifot qilgan bir piyola sovuq choydimi o'tkir zahar borligini faqatli xiyoliga keltirmagan edi. Kimki men bilan qarshilashishga taxt saltanatimning uluni ko'lashga petinadi ekan. Hargiz oyab o'tirmayman. Hatto o'z pustimdan tomgan farzandim bo'lsa o'xshash. Mahmud Sulton o'ziga o'zi qildi. Mendek og'zini qayirib qo'yib, raqiblarim bilan eg'iz burun yalashdi. Elimni ko'p sabr qildim. Bo'lmasa 2 yil avval jenidan ayrildi.
Әмді oğlum Temür Sultan'dan mı ihtiyat kılay? Xupiyalarimning yetkizishicha, hadis Amir sarkarlarni o'z oldiga ziyofat chillab, ularga yaqinchilik qilarmish. Toji taxtimni ko'zlamasa shundoq qilarmidi? Maqsadi avval Amir sarkarlarni yeniq tortib, ondan menga qo'l solmoqchi. Ayni yillar Xonzoda Abdullatif xonmi Samarqand taxtini deb otasi Mirza Ulug'bekni qasdlagan ekan. Temür Sultan'lımı undaq qilmaydi deyil bo'lmaydi. Bundan keyin qattiq ehtiyot qilay. Shaybonixon xiyolini yig'ishtirib, tapsida so'naylinib yotgan Qobilsaq o'g'lonning jasadiga qarab qo'yib baqirdi. Qaysing ba? Labbay oliylari. Og'ini ochib yig'ishtirib. Mahramlar Qobilsaq o'g'lonning jasadini so'rab elib chiqib ketdi. Şu esnada qo'riqchi bey paypaslab kirib keldi. Chiroyining o'ng so'li qolmagan edi. Qudratli shohimizga ma'lum bo'lg'ay. Xonzoda Saidxon qechibdi. Bu kutmagan xabar Shaybonixonni cho'chitib etdi. Qachon? Vaqti ma'lum emas. Boynosliq ep kirgan mulozimlar nökerlarning hech nimani to'ymay qattiq uxlab yotganligini sezibdi. Berib tekshirsak Saidxon yo'q. Nökerlarga behush to'g'risi berib uxultib etgan cheg'i. Yana o'rinbosar Yotisbek Xo'jali Bahodirmi 15 nöker bilan izderaksiz g'oyib bo'libdi. Fahmimcha ular birlikda bas zuvonini yig'. Qo'riqchi begning so'zlarini yana anglashga toqat qolmagan Shaybonixon ko'kyin chaqqan baytaldek chiqanshidi. Ular qochgan bo'lsa sen nima ish qilding badbaxt? Keçidin qarargohni o'zing chorlamay xotiningning oshnisiga suv isitib berganmiding? Beshida o'lim vahimasi alangagan qo'riqchi begning chiroyida qon qolmadi. Nimaga hong'ib tursan? Darhol derkin qil. Keçidin beri to'ngizdek uxlab yotgan yilq 50 nökarni jallodga topshir. Tayinliq go'rdil uxlasin. Qo'riqchi beg o'milgandek chiqib ketdi. Shu daqiqada Shaybonixon Saidxonni burunroq o'ltirib etmaganiga qattiq pushaymon qilib o'tdi. Chashta vaqti bo'lib qolgan edi. Shohchedirga jo'g'lashgan amirlar vahima ilkidan qattiqroq tinishqimi petin olmay o'ltirishatdi. Shu esnada O'daychi bek butining uchida dastlab kirib keldi. Qudratli panohgohimga ma'lum bo'lg'ay. Qunduzdan choparman keldi. Shaybonixon O'daychi bek qo'shqo'llab uzatgan ma'lumotnomani yulib digdak elib, shundaqla ko'z yugurtdi. Uning chiroyi ifodasiz edi. Oqchichiga yetkaz, otda yerlig'ash tursin. U shundaq deb yondagi hujra chidirga kirib ketdi. Amir sarkarlar yengil tinishib bir-biriga qarashdi. Mahmud Sulton qazo qilibdi janoblar, dedi O'daychi bek past ovozda. Meyitni bu tarafga elib kelib yetibdi. Mahmud Sulton sop-saqli turadi. Ajab bir tasodifiy o'lib ketibdi. Biror qasd qilmaganda, o'z ajali bilan o'lib demish. O'lim degan bir sir. Shuni deysizlar, eli bor odam eli yo'q. Bu dunyo hech kimga boqiband emas. Birining orqasidan biri o'lishib kelgan shum xabarlar amirlarni sarosimiga silib qo'ygan edi. Shaybonixon ularga qaytishga ijozat bermaganligi uchun qo'rsaqlari ochsimi chidab o'ltirishatdi. Shu topda hammasi o'z kallasining g'amida qolgan edi. Chunki Shaybonixon g'azabga kelsa, biror odamning kallasini olmay bo'ldi qilmaydi. Heliqi 50 nafar sho'r pishoni nökarlarning kallasini oldiribmi, g'azabi bisilmagan edi. Mana endi Mahmud Sultonning o'lim xabari ularning vahimasini texmi oshirib etgan edi. Shaybonixon namoz peshindan keyin hujradan chiqdi-da, saqlab o'ltirgan amir sarkarlarga qarabmi qo'ymay, chedirdan chiqib, to'qib tayyorlab qo'ygan etig'i mindi. Amirlar olman-talman o'rnidan turib, uningga agashdi. Ular shu topda Shaybonixonning enisi Mahmud Sultonning meyitining oldiga manganligini faraz qilishgan edi. Allohazal 20-30 chaqirim yo'l mangandan keyin oldi tarafdan bir to'p kishilar ko'rindi.
Ularning hammasi qorliq kiyib olishgan bo'lib, mapiga silingan tavutga hamroh bo'lib kelib atadi. Şeybanxonning bir ishorati bilan agishib kelgan amir sarkarlar otlaridan tushishdi. Faqat Şeybanxonlar otdan tushmadi. Uni ko'rib, meyitni ib kelayotganlar qaytadan hozi boshladi. Şeybanxon bir ishorat bilan ularni hozidan to'xtatdi. Etini devitib mapining yeniga yiqillasdi. Otning beshi tavutning usti bilan tang holatda edi. Şeybanxon o'sha tarzda bir hazo un chiqmay turdi. Chiroyi to'limi xotirjam edi. Kishilarning faraz qilganidek yig'izorma qilmadi. Uning bu turqini ko'rib, hech kim g'ozi ichishga petin olmadi. U ana o'sha holatda bir pas turgandan keyin beshini asta ko'tarib atrofdagilarga yuzlandi. Mahmud Sultonning o'lgani nihoyat obdan bo'ldi. Chunki xaloyiqning hammasi Shohbekxonning davlati inisi Mahmud Sulton bilan o'ri turdi. Uning hamma ishi Mahmud Sultonning tartib intizom bilan bo'ladi. Navoda Mahmud Sulton hamdamda bo'lmagan bo'lsa, Shohbekxon bunchalik shon shavkatlarga, g'alaba nusratlarga noil bo'lolmaydi deyishadi. Shohbekxon Şeybanxon deb izohatdi. Tarixiy Rashidida Şeybanxon deb olmay Shohbekxon deb log'ani. Buningdan keyin shu narsa ma'lum bo'ladiki, men Shohbekxonning hech narsasi Mahmud Sultonga bog'liq emas. Hamda ashundaq fitna qilg'uchilar uning sizmi qandoq katta ishlarni tavratganimni o'z ko'z bilan ko'rib qo'ysin. Meyitni yo'tkab yurmay darhol dafn qilib etinglar. Amir sarkarlar bu so'zlarni anglab quloqlariga ishonmayli qoldi. Şeybanxon ot ustida texch midirlamay turg'ashqa, meyit namozi o'qish uchun tahorat elishqa hech kim petin olmadi. Muhammad Husayn ko'ragan ko'rinmaydi-ku. So'ridi u Qunduzdan kelgan amirlarga qarab. Oliylarga ma'lum bo'lg'ay, dedi Qunduzdan kelgan sarkarlardan biri oldirab javob berib. Muhammad Husayn ko'ragan tuniga natgan marhum amir lashkar janoblaridan ijozat so'rab, nökarlar bilan xotin bolalarini elib ketib qolgan. Nega bordiqligini bizmi bilmadik. Muhammad Husayn ko'raganmi qechibdi-da. U Saidxon bilan allaqachon til biriktirib olgan. Ammo men bo'lsam hech nimadan xabarsiz yuribdiman. G'azbini bosolmagan Şeybanxon qilichini qinidan sharttida chiqarib javob bergan yiliq sarkarning bo'yniga qahri bilan chopdi. Bu dahshatli fojiani ko'rgan amir sarkarlar vahimadan g'al-g'al titrashdi. Ayni yillari marhum Sulton Yunusxonga bir mazgil panohjoy bo'lganligi sababli nomi mashhur bo'lgan Yattikant yillarning o'tishi bilan ovotlashib, bugungi kunda kichikroq bir shaharga aylangan edi. Xo'jali Bahodirning yordami bilan qechib chiqqan Saidxon Sayramdan o'tib, Uzun Ahmad yo'li bilan menib Yattikantga kelganda, tog'isi Sulton Mahmudxon bilan uchrashib qolishni xayoligimga keltirmagan edi. Sulton Mahmudxon Oqsuda Ne'mat Mirza bilan Sulton Junaydi barlaslarning fitnasiga ishinib, Said Muhammad Mirza bilan qattiq orozlashib qolgandan keyin Turpandagi jiyani Sulton Mansurxondan ranjib qolgan edi. Uningga Said Muhammad Mirzaning qayta kechirim so'rashlarimi kor qilmadi. Mirza Abubakr ustiga lashkar tortib berish ishiga ko'ngilshimadi. Turpandagi Sulton Mansurxonning bo'lsa, nima uchundir tog'isi bilan faqatli kori bo'lmadi. Eng oddiysi Sulton Mahmudxondan ahvol so'rab, biror parcha xat yoki saltanat ishlaridan maslahat so'rab, biror parcha ma'lumotnomani avatmadi. U Turpanga bir ketgancha Oqsuda qolgan bu tog'isini butunlay unutib ketgandek qiladi. Yo mansab martabasi, yo mol dunyosi, yo yuz obro'yi bo'lmayotgan Ne'mat Mirza, Sulton Junaydi Barlas qatorliq bir necha amirlar Oqsuda turaverishdan butunlay zerikkan edi.
Shu sababdan ular fursat topsala Sultan Mahmudxonga eli jiyani Mansurxonni, eli Said Muhammad Mirzani, eli Oqsu Ushning amri Mirjabbor Bardibagni to'xtamay chiqishtiradi. Qo'liqqa shundaqla kirib qolgan fitna fasodlarni birini 10 qilib yetkazadi yoki yangidan yangi fitna fasodlarni o'ydirib tarqatadi. Sultan Mahmudxonni Oqsudan ketishga undaydi. Shu sababdan Sultan Mahmudxon oxir yomonlagan hisobda Oqsudan chiqib Yettikentga kelgan edi. Yo'l bo'yi tog'isini atrofiga nurg'un sarkard askarlarni to'plab, qo'ldan ketgan taxt saltanatini qaytarib olish uchun Shaybonxonga qarshi lashkar tortishga hozirlanayotgan holatda tasavvur qilib kelgan Saidxon uni Yettikentda kichikina bir yurtni ko'rib, to'liq hayron qoldi. Nazaridagi katta xoqonning odatdagi sahro baglaridek hasam daramsiz yoshishini tasavvuriga faqatla sig'dirolmadi. Ammo ko'rish buning sababini so'rashga petin olmadi. Balkim xon tog'am oldiroq yurib Yettikentni saqlab turgan bo'lishi mumkin. Og'am Mansurxon bilan Said Muhammad Mirza asosli qo'shinni boshlab kelayotganda vaqachon. Ular yetib kelsa, birlikda Toshkentga yurish qilamiz. Bu tarafdan og'am Bobur podsho oliylari bilan Muhammad Husayn ko'ragan lashkar tortib keladi. Munofiq Shaybonxonga ikki tarafdan tang tegish qilib, Farg'ona, Mavara un-Nahrni qaytadan ilkimizga olamiz. U 2 hafta vaqtini ana shunday tatli xiyollar bilan o'zini bezlab o'tkazibdi. Bu jarayonda Sulton Mahmudxon bu haqda biror qitimni eg'iz ochmadi. Hatto Saidxonning Shaybonxonning yanada qanday kun kechirganligini, qanday kechib chiqqanligini so'rab qo'ymadi. Tasodifiy Shaybonxonning yoki Boburning yoki Muhammad Husayn ko'raganning gapi chiqib qolsa, gapni darhol boshqa yoqqa buribdi. Suhbatlarda Saidxon anglashni tamam qilgan Toshkentga lashkar tortish, oksi Mansurxon bilan Said Muhammad Mirzaning lashkar boshlab kelishi haqida bir ig'izmi gap bo'linmaydi. Onunğa tağısı bara-bara to'lma beparvo, taxt saltanat orzusidan to'liq voz kechgandek tuyulishga boshladi. U endi Yettikentdanmi, tog'isining yanada turaverishdanmi zerikkan edi. Endi tog'amning eg'iz ichishini kutib turavermay. O'z eg'iz ochmagandan keyin so'rab boqmaymanmi? Balkim meni kichik ko'rib, saltanat ishlarini degizganmagandi. So'rasam cho'qim deb berdi. Saidxonning zerikishli xiyollarini oldiras kirib kelgan Xo'jali Bahodir uzib qo'ydi. Endi Sulton Mahmudxon oliylaridan umid kutmasdan bo'g'idek xonzoda. Saidxon uningga taajjub bilan tikildi. Qandoq deydilar Bahodir? Boy bir qism ahvollardan oz to'liq xabar topdim. Sulton Mahmudxon oliylari o'g'li Mansurxon bilan Said Muhammad Mirzadan qattiq ranjib, Oqsudan bu taraf yenib kelgan ekan. Biz bo'lsak ularni zo'r qo'shin boshlab keladi deb umidlanib yuribdimiz. Nima deydi Allah? Bu mumkinmi? Saidxon ishongan holda Xo'jali Bahodirning ko'ziga tikildi. Bu gaplarga ishonmay amalimiz yo'q, xonzoda. Bo'lmasa Sulton Mahmudxon oliylaridan so'rab boqanlar ya. Saidxon gap qilmay beshini to'van soldi. Shu topda vujudini umidsizlik tuyg'ulari chirmab olgan edi. Og'am Mansurxondan xon tog'am rostila ranjib qolganmidi? Ma'qul, ranjib qoldimi deyli? U degan oti yo'lliq tog'a. Uning ustiga buyuk saltanatning sultoni bo'lgandan keyin og'amga 2 qiz tanbeh berib, boshlovasi bo'laveradi. Cho'ng ishlarga ko'ngil bilmay, botnab kichikkin Yettikentga kelib olishning zaruriyati bor. Balkim Xo'jali Bahodirning o'ng'illari yolg'ondir. Haq degan gapni ko'ptirib qilishga amroq. Eng yaxshisi o'zidan so'rab boqay. Kechli xizoda Sulton Mahmudxon Saidxonning ehtiyot bilan agitib bildirgan muddasini anglab qopqini turdi. Muddalarni tushundim. Endi bu gaplarni eg'izga olmasizlar. Meni qo'ldan ketgan taxt saltanatini qaytarib olg'usi yo'q demdilar. Biroq hozir ul Shaybonxon bek kuchayib ketdi. Buni mendan sizlar obdan biladilar. Har qancha qilsaqmi uningga tang kelolmaymiz. Saidxon pating'ig'ich qizirib ketdi.
U shuncha cho'ng bilib, katta umid bog'lab kelgan tog'isining bunchalik qo'rqinchoq, irodasiz, galvon ekanligini xiyoliga keltirmagan edi. Mayli turg'oqlikdagi vaqtida, mayli qutulib bu tarafga qochqinida bo'lsin, qalbiga qanchalik orzu-armonlarni pukkan edi. O'sha orzu-armonlarining ma'naviy to'riki mushu tog'isi emasmidi? O'zlarini bunchalar kamsinirmislar xon tog'a? Dedi u tamkinlik bilan. Shaybonxonning kuchayib ketgani rost, lekin unchalar qudratlikmi emas. Shu kunlarda Shaybonxon bilan inisi Mahmud Sultonning o'rtasida ig'ir ixtilof bor. Mening ul dargohdan qechishimg'imi osh Mahmud Sulton hamdamda bo'lgan. Uning ustiga Shaybonxonning lashkarlari orasida sil bilan marhum otamning to'manlagan sadoqatman lashkarlari bor. Biz lashkar tortib borsaqlar, ular cho'qin biz tarafga o'tadi. Yana Texi Muhammad Husayn Ko'ragan bilan Bobur podshohmi atrofiga lashkar jo'g'lab fursat kutib o'tadi. Balam, bu silining xiyollari. Menmu ishlarning shundoq bo'lishini orzu qilaman. Dedi Sulton Mahmudxon rosa bir asnib etib. Mahmud Sulton nimali bo'lmasin Shaybonxonning bir tuqqan qerindishi. Silining qechib ketishlariga yordam berganligini nazarda tutibli uning ishongili bo'lmaydi. Sili bilmaydilar. Sulton Mahmud bilan Muhammad Husayn Ko'raganning o'rtasida xeyli burundilla do'stlik bor edi. Balki u Muhammad Husayn Ko'raganga yuz kelmay, silini turg'oqlikdan ozod qilish hamdamda bo'lgan cheri. Shaybonxonga asirga tushgan ul sarkard lashkarlarimizning bizni himoya qiladigan xiyol bo'lsa, shuncha vaqtdan beri biz bilan xabarlashar edi. Ta bugungacha ulardan biror ig'izmi xat xabar kelmadi. Sarkard lashkarlar degan kim hokimiyat tutsa, kim nab bersa shuni himoya qilaverdi. Taxt saltanat ular uchun baribir. Bobur Mirzoga kelsak, u mendan to'liq xafa. Uni Kabulda ekan degan xabarni sil yetkazdilar. Yurt makonini tashlab yiroq Kabulga berib olishidimi cho'qin bir sabab bor. Balkim Aron jinini saqlab yurgandir. Muhammad Husayn Ko'raganda zo'r umid kutatdim. Biroq umma oxirgi hisobda Shaybonxonga itoatgarligini sunishga majbur bo'ldi. Muhammad Husayn Ko'ragan janoblari menga yozgan xatida o'zining qichishga hozirlanganligini degan ekan. Balkim bu chaqqa yoki Bobur podshohning qishiga yoki Hirotdagi Sulton Husayn Boyqaraning qishiga berib qo'ygandir, dedi Saidxon. Qochqan odamning ilkida qanchalik nökar bo'ladi? Undaq sarkarda bilan ko'maklashishni kim xohlar? Dedi Sulton Mahmudxon o'z gapini yo'rg'ilib. Eng muhim ish Turpan taxtigohida o'ltirayotgan o'g'illari Mansurxon bu takliflari hargiz qo'shilmaydi. U hozir qo'ldan ketgan taxt saltanatini qaytarib olish emas, balki ilkidagi taxt saltanatni boshqalarga bermaslikning qo'yida. Niyati durust bo'lsa-da, mendek ot yo'lliq tog'isiga, yana kelib Otimras saltanatimizning cho'ng xaqoniga bu darajada so'g'uq muomala qilmas edi. O'ylab baqsizlar, men qandoqsiga jiyanlarimdan taxt saltanat olishay? Undaq muddaim bo'lsa, u Turpandan marhum otalarining ta'ziyasi uchun Oqsuv kelganida muddaimni oshkorlamasmidi? U xonlik martabamga emas, hatto ot yo'lliq tog'liq hurmatimga rioya qilmadi. Turpanga ketib olib, men bilan kori bo'lmadi. Hatto meni saltanat ishlariga yaqin yo'latmadi. Buningda cho'qim bir o'qishmaslik bor, dedi Saidxon o'ychanlik bilan. Turpanga berib og'am bilan so'zlashib ketsam bo'g'dak. Hojatsiz, dedi Sulton Mahmudxon qo'lini silkib. O'g'illari silining o'z ziminlariga dastashlarini hargiz xohlamaydi. Silini o'zining xonlik saltanatiga tahdid deb qaraydi. Qishiga boradigan bo'lsalar, bir bahona bilan nazarband qilishdan yanmaydi. Eng yaxshisi bu niyatlardan yansılar. Saidxon ko'nglida tog'isining so'zlariga qoyil bo'lmagan bo'lsa-mu, ochiq-oshkor e'tiroz bildirishga petin olmadi. Undaqda yetti sug'i berib, Olmatidagi inim Abduxililxon bilan ko'rishib boqay, dedi u birpas o'ylanib olgandan keyin. Abduxililxonning qo'lida tuzuk lashkar yo'q.
Mansur-xon onundan ehtiyot qilib, ilkidagi lashkarlarni allaqachon turponga yo'tkib olgan ekan. Sultan Mahmud-xon chiroyini purishtirdi. Bo'ldilar, ortiqcha xiyollarni oz qilsizlar bolam. Amaliy ahvolimizga boqayli. Ko'ngillar holingga beqib, xaltanga beqib, o'n deydi emasmi? Hozir Shaybonixonga jazo yurish qildigan chaq emas. O'zimizni chaqlamasak, tuxumni toshqa urgandek bo'lamiz. O'ylindigan vaqtlarım bo'lib qopti. Yettikandagi to'rlarning qizlaridan birini tanlab o'ylab qo'yay. Hozircha mush farizni bo'lsin ado qilg'ach turayli. Hech bo'lmasa marhum otalarining ruhi xush bo'lib qolar. Keyinchi o'g'illari Mansur-xon insofga kelib qolsa, biror viloyatni berib qolar. Saidxon tog'asining yenidan umidsizlangan holda yenib chiqdi. U mayli oqsidagi jangda asirga tushib zindonda yotganda bo'lsin, mayli Shaybonixonning yenida turg'oq bo'lib turayotganda bo'lsin, bunchalik umidsizlanib baxmagan edi. Kunlarning birida qechib berib, dadisi, tog'asi, oki inlar bilan birlikda lashkar tortib kelib, Shaybonixonga jazo yurish qilishni, ajdodining taxt saltanatini qaytarib olishni bir kunmo ko'nglidan neri qilmagan edi. Mana endi tog'asi uning bu orzusiga so'g'uq suv chechiyotdi. Rahmatlik otam hayot bo'lgan bo'lsa, ishlar hargiz bundoq bo'lmaydi. Men tog'amni xato mo'ljallayaptiman. Asli u to'g'ri yurak, golvon, saltanatga posibon bo'lishga layoqati yo'q odam ekan. Uni yanada turaversam, cho'ng ishlarni hargiz ro'yobga chiqaramoqdayman. Oliylar bilan so'zlashdingmi, xonzoda? Saidxon xiyoldan bosh ko'tarib, Xo'jali Bahodirga qaradi. So'zlashdim. Ang'onlari tamoman rostkan. Endi qanday qilay deydilar? Saidxon allaqachon bir qarorga kelib bo'lgan edi. Shunga o'ylashib turmayli javob berdi. Enim Abduxililxonning qishig'i borman. Bilmadim, Bahodirning men bilan birga berishga ro'yi bormikin? Xo'jali Bahodir Saidxonning ko'ziga qarab turib keskin javob berdi. Xonzodan bo'lmagan dargohda ma'nim bor. Kamillari Shaybonixonning dargohidan qochqandilar, taqdirimni sizlarga bog'laganman. 40 kunmi, 50 kunmi sizlar bilan birga bo'ladi. Navkarlari deb bilsizlar, otgan o'qlar bo'lishga roziman. Saidxon hayajonlangan holda Xo'jali Bahodirning qo'lini mahkam qisdi. Sizlarga ko'p tashakkur Bahodir. Yetti suvi qachon yo'lga chiqamiz? Bugun kechida. Xon oliylardan ijozat oldilarmi? Tog'am ijozat berdigandek emas. Tan bilan ketib olaydi. Keyinchi tushuntirib qo'yarman. Amisi men boshqa navkarlarga xabar berib, yo'l hozirligini qilg'ach turay. Atsa degan noshtadan keyin Saidxonning yetti suvi ketganligidan xabar topgan Sulton Mahmud-xon qattiq ranjidi. O'g'ridek qochmisimi chiroyli ijozat so'rab, xo'shlashib mangsa, putiga esib olarmidim? Xuddi dargohimda nazarband turgandek qochqinini ko'mamdigan. Bumi og'isi Mansur-xonga o'xshash izzitin qilganini bilmaydigan tuzkor o'xshaydi. Bu qiliqi mendek ot yo'lliq tog'isini ko'zga ilmag'anligi bo'lmay nima? Tutib kelib bir sabr tanavini tatay. Hech bo'lmagani boshqalarga ibrat bo'lsin. Maqsud Ali deb vaqirdi Sulton Mahmud-xon xiyolini yig'ishtirib. Labbay oliylari dedi Maqsud Ali das o'rnidan turib. Darhol 50 navkar ilib Xonzoda Saidxonning orqasidan qo'g'lab yetdi. Tutuvalga yeringdan bog'lab dargohimga elib kel. Uningga cho'nglarga behurmatlik qiz qandoq bo'ldiganligini ko'rsatib qo'yay. Bosh ustiga Maqsud Ali Sulton Mahmud-xonning navkarbeshi bo'lib, to'liq jasoratlik, jangbozlik mahorati kamolatga yetgan odam edi. U navkarlar bilan 3 kundan keyin Saidxonga yetishib oldi. Xonzoda orqalariga yozlar deb to'ladi Maqsud Ali Saidxonga ot ustida salom berib edi. Xon oliylari sizdan darhol qaytib kelsin deb farmon berdi. Xon tog'amga aytqin dedi Saidxon javob berib. Hozircha qayta olmayman.
ijozat so'ramagan adabsizligimni kechirsin. Inim Abduxelilxon bilan ko'rishib qaytib berib xizmatida bo'laman. Farmonni yetkazib bo'ldim. Yana sarkaslik qilsizlar, zo'rlik ishlatmay amalim yo'q. Haddilardan oshmisizlar? Deb vaqirdi Xo'jali Bahodir. Kimning oldida turayotganlarini bilib so'zlasizlar. Oldilari turayotgani buyuk saltanatning xonzodasidir. Buni bilaman Bahodir. Ammo kaminlarda buyuk saltanat posibonning farmoni bor. Adab yemigicha o'shlarini topmaydigan o'xshaydilar. Xo'jali Bahodir shundoq deganicha sharttida qilichini chiqardi. Hayvi ko'rsatmisizlar Bahodir. Qilichning sepi bizning qo'limizda turdi. Eng yaxshisi xonzodiga nasihat qilsizlar. Elbika pushaymonni oldigan qoch topolmay qolmisizlar yana. Maqsud Alining oxirgi bir jumla so'zi aslidan o'zini aram besvelib turgan Saidxonning o'g'isini qaynitib qo'ygan edi. Shunga u gap so'z qilmayla qilichini sug'urib Maqsud Aliga qarab ot soldi. Xonzodini qo'g'dinglar. Xo'jali Bahodir 4 navkarni Saidxonni muhofazat qilishga buyurib, qolgan navkarlar bilan qo'g'lab kelganlarga qarab etildi. Ko'zni yumib ochqicha shiddatli jang boshlandi. Saidxon bilan birga qechib kelgan bu 15 navkar ko'p janglarni ko'rgan, jang mahoratiga pishgan, tajribali yigitlar edi. Shunga qo'g'lab kelgan 50 navkarni bir jo'gin choy qaynamchilik vaqt ichida butunlay ter-peran qilib etdi. Shu topda Saidxon Maqsud Ali bilan tutishib o'tdi. Ha deganda navkarlarning yengilib kelayotganligini ko'rgan Maqsud Ali etining beshini orqasiga burdi. Uning Saidxon bilan tig'ma-tig' elishishga ro'yi bormagan edi. Maqsud Alining qasdan oyayotganligini bilmagan Saidxon uning orqasidan top bostirib qo'g'ladi. Shu daqiqada Maqsud Ali tanglikda qolgan edi. Gerçi Saidxonni tamamen yengib olalaydiganligiga ko'z yetgan bo'lsa-mu, Sultan Mahmudxonning qishig'i elib bora olishiga ishonch qila olmay o'tdi. Saidxonning kaynidan qo'g'ilmasligini to'limi umid qilatdi. Ammo ochiqi texchil besilmagan Saidxon uni tirik tutib, rosa bir adablash qo'yiga tushgan edi. Endi bo'lmadi. O'q etib xonzodini cho'chitib qo'yay. Maqsud Ali etin rosa bir devitib, qo'liga yoni chaqqonlik bilan oldida kirishqi o'qni besib, orqasiga sharttida burilib, Saidxonning beshidagi do'bilg'ining po'pikini chanlab otdi. U nishonni xato qarab oldimi yoki o'q qayib ketdimi aytavur, vijildab uchib kelgan o'q Saidxonning o'ng do'lisiga tegib, tog'iqiga berib to'xtadi. Atla, xonzodini yorlantirib qo'ydimmi nima? Maqsud Ali aniq ko'rib beqish uchun darhol etining tizginini tatdi. Bu chaqda Saidxonning jon jahli bilan chekib kelayotgan eti Maqsud Alining qishig'iga kelib qolgan edi. Saidxon qilichini ko'tarolmay qolgan edi. Xudoga shukr, xonzodining zahmisi ancha ig'ir emas ekan. Endi o'zimning jini bilan bo'lay. U 50 qadam yiroqlikda Xo'jali Bahodirning etini qamchilab kelayotganini ko'rib, darhol qechishga oldirdi. Kechirsizlar xonzodan, aslida sizni zaxmlantirish niyatim yo'q edi. Maqsud Ali shundoq deganicha etiga qamchi soldi. Saidxonning yaralanganligini ko'rgan Xo'jali Bahodir Maqsud Alini qo'g'lash niyatidan yaltaydi. Shu kunlarda Oksi Mansurxondan dili ranjib, kunlarini sharob ichish bilan o'tkazayotgan xonzoda Abduxelilxon Oksi Saidxonning xuddi osmondan tushgandek paydo bo'lib qolganligini ko'rib, cheksiz xushallikqa cho'mdi. Aka-inilar quchoqlashib ko'rishdi, hol-ahvol so'rashdi. Onam va homilalarimizni elib Samarqand tarafga ketibdi-dik. Bobur podsho oliylarining qishig'i boradigan o'xshaydi. Xonatamning vafoti bilan tang qon qeyrindosh urug' tuqqanlar teriqdek chechilib ketib bordi. Ko'ngillarni yerim qilmislar inim, dedi Saidxon inisini bezlab. Alloh sabr, qazog'i rizo debdikan. Mana Tangrining shafoati bilan omon eson ko'rishdik. Marhum xonatimiz haqiqatan armonda ketdi.
Ammo biz o'g'illari tehi hayot. Ağamız Sultan Mansurxonning qo'lida taxt saltanat va tuman degan bahodir sarkarda lashkarlar bordir. Og'i inalar birlashib, tang kuch chiqardigan bo'lsak, Mirzo Abubakirdan Mang'lay shahrini tortib olib, otimizni umrlik hasrat qoldirgan Tuzkor Shaybon xonimni yo'qotib, ajdodimizning shon shuhratini qayta tiklayamiz. Ağam Mansurxonga uncha cho'ng umid bog'lab ketmasizlar, dedi Abduxalilxon ulug' kichiktinib. U hozir ayni chog'da Qumtaq cho'lidagi qora bo'ronda yo'qolib ketgan inisining derkini elish uchun tong otqicha ot ustidan tushmay, og'ziga bir yutum suvni olmay izdigan, omon eson ko'rishganlik uchun ko'zi ish qilgan kuyimchan, mehribon qarindishimizga hargiz o'xshamaydi. U hozir bizni taxt saltanat uchun tahdid hisoblaydi. Yo'q qilan xiyollar bo'lmasla aziz inim, dedi Saidxon inisining so'zini bo'lib. Shu topda u inisi bilan tog'isining okisi Mansurxon haqidagi qarashlarining bir yerdan chiqayotganligini bilib tursimi, faqat ishongisi kelmayotdi. Biz degan bir otaning pushtidan tomgan qarindoshlarmiz. Og'imiz Mansurxon ayni yili marhum otimiz o'z qo'li bilan saltanat taxtiga o'ltirg'izib qo'ygan toj egasidir. Bizlarning uning farmonbardorchilik qilish burchimiz bordir. Faqat munofiq Mirzo Abubakir bilan Tuzkor Shaybon xonni yo'qotib, saltanatimizni mustahkamlasaklar, shu kifoya. Taxt saltanatdan zinhor tamayimiz yo'qdir. Aziz og'a, kamin inalarning ham boshqa xiyoli yo'qdir, dedi Abduxalilxon ko'ziga liqqa yosh elib. Bo'ldilar, oram bir ko'rishganda bu gaplarni deb ko'ngillarni g'ash qilmay. Qoldi ishlarni asta-asta tushunib qolurlar. Haros, jarohatlar xeyli ig'irdak qiladi. Dargohimda usta jarrohlar bor, amlab qo'ysin. Maqsud Alining otgan o'qi Saidxonning tog'iqini chiqiratgan bo'lib, yori ig'zi yiringdashqa boshlagan edi. Ammo shu daqiqada uni tan azobidan ko'ngil azobi bakrak qiynayotdi. Dadasining vafotidan keyin Sulton Mansurxon inisi Abduxalilxonning ilkidagi chegarani qo'g'dug'ichi lashkarlarni Turponga qaytirib ketgan va uningga so'g'uk muomala qilgan edi. Bir inisi Imin Xo'ja Sultonni Mirzo Abubakirning sarkard lashkarlari to'lib parakandichilik selib turadigan Oqsuga. Yana bir inisi Babajoq Sultonni Mo'ng'ullar to'lib parakandichilik selib turadigan Qo'milg'i noyib amirlikka belgilab avatlatgan edi. Buningdan Mansurxonning inalarni o'rda ishlaridan chetlashtirib, chet viloyatlarga avatlatganligini bilib olmoq tas emas edi. Saidxon akisining bu muddasini his qilgan bo'lsa-mu, ammo nima uchundir e'tirof qilg'isi kelmayotdi. Dadasining vafoti bilan tangla akisining buncha tez o'zgarib ketishiga ishonmayotdi. İlkilarda qanchalik lashkar bor? Aslida marhum xonatam 7 suvda chegarani qo'g'dash muddasi bilan bir tuman lashkar turg'izgan edi. Og'am ularni birli farmon bilan Turponga yo'tkab ketdi. Hozir yenimda 500 ta navkarim bor. Bakla ozgan, dedi Saidxon umidsizlangan holda. Darhol cherik yig'ib mashg'ullantiraylik. Ta'mimcha Bobur podshoh bilan Muhammad Husayn ko'raganning Shaybon xonning muqobilasiga chiqishga hozirlanayotgan bo'lishi mumkin. Bizmi imkoniyatimizning yetishicha tayyorlik qilaylik. Haros, Said Muhammad Mirzo bilan xabarlashgan bo'lurmi? Anlashimcha Said Muhammad Mirzo Buzruk Mo'mon Shoh begim bilan billimish. Bu yaqinda xabarlashgan bo'lmasmikin? Bu javob Saidxonni texim umidsizlantirib qo'ydi. U biroz xiyol surib olgandan keyin inisiga qaradi. Unda qilaylik. Men og'am Mansurxonga bir parcha maktub avatay. Herhalde uning muddasini aniq bilib baqaylik. Nima bo'lmasin, og'amga tirikligimdan nishoni berish majburiyatim bor emasmi? Ixtiyorlar, dedi Abduxalilxon xolimgan holda. Saidxon
Akisi Mansur xonga qeyrindoshlik mehrini eskartib, dadasining armonlarini o'rinlash uchun Mirza Abubakr bilan Shaybon xonni yo'qotib, qo'ldan berib qo'ygan zimin saltanatni qaytarib olish to'g'risidagi ko'z qarash tadbirlarini tafsiliy bayon qilib, bir parcha maktub yozdi. Ondan inisi Abduxililxon bilan birlikda Yettisu vodisidan cherik yig'ib, mashqlantirishga kirishdi. Herat shahriga 40-50 chaqirim yo'l qolgan edi. Heratga tezroq yetib berish uchun kecha-kunduz to'xtamay degidek yo'lmangan Muhammad Husayn Ko'raganning xiyollari to'liq chigish edi. Vujudida Sultan Husayn Boyqara bilan birlikda Shaybon xonga qarshi lashkar tortish umidi bilan Shaybon xonning harimida qolgan ikki qizi Habiba Sultan xonim bilan Gavhar Shod xonimning taqdiri haqidagi andishalari to'xtamay tirkishib ko'ngil aromini buzatdi. U Mahmud Sultan bilan Qunduzga lashkar tortib manganda Shaybon xonning kichik xonishi Xonzoda xonim navri singillarim sili bilan birga yursa jafo tortib qoladi. Ularni urush yo'l jafosiga mubtalo qilmay qoldirib qo'ysalar. Menga hamroh bo'lsin deb turib olgan edi. Shaybon xon Andijonni olgan vaqtida Muhammad Husayn Ko'raganning bu ikki qiziga Xonzoda xonim homiylik qilib, yeniga akilib olgan bo'lib, Navr qeyrindoshlar obdan ichakishib qolgan edi. Xonzoda xonimning taklifi o'rinli edi. Qizlarining bu navri ochisidan ayrilg'isi kelmadi. Xonzoda xonimdan boshqa Shaybon xonning Sulton Mahmud xondan taloq qildirib olgan yana bir xonishi Oysha Sulton xonimmi bu qizlarga obdan qaravatadi. Yana bir tarafdan bu qizlarning kichik omisi Malika Davlat Sulton xonim Shaybon xonning o'g'li Temir Sultanning amrida edi. Ularning hammasi uning qizlarining holidan obdan xabar oladi. Eng muhimi, qizlarini birga etmasa, Shaybon xonning gumonini qo'zg'ab qo'yadi. Shunga ilojisiz Yesarda qoldirib qo'ygan edi. Shaybon xonning yendan ketish xiyolim bo'lgan ekan, nemishqim qizlarimni u yerda qoldirib qo'ygan bo'g'aydi. Shaybon xon mendan ololmagan uchini qizlarimdan olarmi amdi? Har qancha bo'lsin undaq qilmas. Undaq nomardlik qilsa, xon sultonlik shavkatiga nuqson yetadiganligini bilar. U yuz obro'yiga bek e'tibor beradigan odam. El yurtga yomon otqining tarqalib ketishdan voyim yeb bo'lsin. Qizlarimga badniyatlik qilmasligi mumkin. Malika Xonzoda xonim, Oysha Sulton xonim, Malika Davlat Sulton xonimlarmi qarab turmas. Eng yaxshisi Shaybon xonning ko'ngliga insof, qizlarimga omonlik tilay. Muhammad Husayn Ko'ragan hasratlik ufsindi. Heratga yaqinlab qolgan siri yezi qishloqlar, ko'jim mahallalar, bog'lar ko'payishga boshlagan edi. Heratga avatgan chaparman nemish hozirgacha xabar etganmaydigandi. Sulton Husayn Boyqara uni qabul qilmaganmidi yoki men bilan ko'rishni rad qilganmidi? Ishqilib bir xabar kelsa bo'ladi. U xiyolidan bosh ko'tarib navkarlarga qaradi. To'xtamay yo'l yurganlik uchun hammasining usti boshlari to'pchang bilan bulg'angan, soch soqollari o'sib ketgan edi. Yo'l bo'yi kishilar bizga nima chiqaraydi ekan desam, aslida usti beshimiz qorg'usiz bo'lib ketgan ekan-da. Kechalab yo'l yurishga buyrug'imni navkarlar nimalab tushunib qolgandi. Meni Shaybon xonning g'azabidan qo'rqib shundoq farmon berdi deb o'ylab qolganmidim. Elim yaxshi, Amirjon va Bobagning maktubini ular ko'rsatmagan ekanman. Uning kallasidan Amirjon va Bobagning maktubidagi mazmunlar lip qilib o'tdi. Ko'ragan janoblari, ushbu maktub qo'llariga tekkan hamon o'ltirgan bo'lsalar tursizlar, turgan bo'lsalar darhol mangsizlar. Hozir Shaybon xon oliylarining payli buzildi. Mahmud Sultonning tuyuqsiz vafotidan qattiq gumonim bor. Chunki Shaybon xon oliylari inisining jasadini ko'rib qilchilik qayg'urmadi. O'limning sababini so'ramoqda yo'q, silini so'radi. Izdiraklardan ma'lumot ololmaganlik uchun g'azabini inisining sarkardisini o'ldirish bilan bosdi. Garchi sili bilan o'ttirimizda cho'nqur do'stlik bo'lsa-mu,
Buni mərhum Mahmud Sultan bilan ikkilarining o'rtasidagi do'stlikqa selishtirish mumkin emas. Ammo kaminlarmi sizlarga o'xshashlar do'stlikqa aqida qilgan vafo ahliman. Maqsadga kelsam, Shaybonxon oliylari asosiy qo'shinga Xorazmga qarab ilgirlash farmoni tushirdi. Hamda bir bo'lik lashkarlarga Amir Jaloliddin Yusufni bosh qilib, silini qo'g'lab tutish farmoni berdi. Balkim kallalarni ep kelishga buyurgan bo'lishi mumkin. U Xorazmga menish oldida agar Xorazm qo'limga kirsa, hech bir sabab bilan u yerdan yong'ilib bo'lmaydi. Hozirgi ahvoldan qaraganda muhosira muddati uzoq cho'zilishi mumkin. Hozir ilkimizga sadoqat bilan o'zbek lashkarlari orasida bizga asirga tushgan 30 mingga yaqin Mo'g'uliston lashkarlari bor. Ularning ulug'lari hech vaqtda bizga xos aqida bilan xizmat qilmaydi. Agar fursat topsalar, biz ularga qanchalik qilgan bo'lsak, bizga jazosini shunchalik yondiradi. Ularning eng oldingi qatordagisi Muhammad Husayn Ko'ragandir. Necha muddatdan beri shu haqda o'ylayotgan edim. Afsus, u chaqqon chiqib jinini yoqig'i ilishga ulguribdi. Agar uni o'ltirsam, go'yoki xonlardan birini o'ltirgandek bo'laman deb sizlarga bo'lgan muddasini oshkorladi. Balkim inisi Mahmud Sultonning tuyuqsiz o'limidimi? Ol Shaybonxonning qo'li bordir. Bilguchi Allah. Ko'p ehtiyot qilg'aylar. Sinhor qaramlik qilmag'aylar. Muhammad Husayn Ko'raganning navkarlarini Hirotga qarab to'xtamay ilgirlashga buyurishiga mushu xat sabab bo'lgan edi. U bir tarafdan Shaybonxonning o'zini qo'g'lab tutishga avatgan lashkarlarning qo'liga tushib qolmaslik, yana bir tarafdan Hirotga tezroq yetib berib, Sulton Husayn Bayqaroni Shaybonxonga qarshi lashkar tortishga undash uchun ana shunday tezlik bilan yo'l yurgan edi. Bir qancha navkar bilan berib atrofdan biror o'stan topqin, dedi Muhammad Husayn Ko'ragan navkarbishi Mavlona Muhammadning chang to'zanda oppoq oqirib ketgan qosh kirpiklariga qarab. Yuyinib kiyim yangishla olayli. Hirotga bu aptimiz bilan kirsak yaxshi bo'lmas. Uning ustiga Sulton Husayn Bayqara kiyinish, yosinishga alohida ahamiyat beradigan odam. Shunda qilaylik, dedi Mavlona Muhammad. Bu turqimizda xuddi go'rdan qochib chiqqan o'likdekli bo'lib qoptimiz. Mavlona Muhammadning chaqchaq qilib aytgan bu so'zlari Muhammad Husayn Ko'raganga boshqacha ta'sir qildi. Rost aytsan, amaliyotda biz go'r og'zidan qochib chiqdik. Bir qadam chaqqan chiqmagan bo'lsak, Shaybonxon bizni allaqachon go'rga ko'mib bo'ladi. U xiyolini yig'ishtirib Mavlona Muhammadga qaradi. Eldan bo'l. Yani meni versak, yaqin uchrasaqmi, yuyinishga amalsiz qolamiz. Oldimiz taraf Hirotga bag'icha butunlay hujum mahalli. Kuz fasli oxirli shay deb qolgan bo'g'ashqa havo xeyli sovuq edi. Muhammad Husayn Ko'ragan o'stanning doldiroq bir yerida yuyindi. Boshqa navkarlari yuyinib, kiyim almashtirib bo'g'icha satrash mahrami o'sib ketgan chechini tushirib, cho'ngilishib ketgan soqol burutlarini yasab ulgurdi. Endi pokiz kiyingan navkarlar otlarni bo'lishiga choptirib, to'pichang to'zitib mangmay, otlarni bir xil ritmda yo'rg'aga qo'yayotgan edi. Muhammad Husayn Ko'ragan bilan Mavlona Muhammad oldida yo'l boshlab mangan edi. Muhammad Husayn Ko'raganning uyqusi ichilib ketgan o'g'li Muhammad Haydar dadasidan to'xtamay gap so'rab, xiyollarini chalg'itdi. Hayotda men bilan o'ynaydigan adashlar bormi ota? Bor o'g'lim. Alloh xolisi buningdan keyin nurg'un adashlar bilan birga madrasaga borsan. Madrasa degan nima u? Madrasa degan sen o'xshash kichik bolalarni tarbiyalaydigan o'qul. U yerda xat yozishni, kitob o'qishni, turli jonbozlik mahoratini o'rganasan. Madrasada o'qisa nima bo'ladi? Yaxshi odam bo'ladi bola. Sizlarga o'xshashmi? Muhammad Husayn Ko'ragan o'g'lini ishkuyarlik bilan bag'riga bosdi. Shundoq o'g'lim, yaxshi o'qisang, fazilatli odam bo'lasan. Esingda mahkam tut. Odamning nomi hayot chig'ida emas,
Ölüp ketgandan keyin avamning tilida zikri qilinsa, ondan yaxshi odam bo'lgan bo'ladi. Buni ol odamning ikkinchi qitim umr ko'rgani deymiz. Muhammad Hüseyin Köraganmo jahondagi barliq otalarga o'xshash o'g'lidan nurg'un arzu armonlarni kutatdi. Mərhum dadısı Muhammed Haydar Mirzani yod etib turish uchun bu tunji o'g'il farzandiga dadısının ismini qo'ygan edi. Shu topda u o'g'li bilan toki Hirotga borguncha mushu tarzda paranglashgan bo'lar edi. Lekin Hirotga avatgan chaparmidan texchi xabar bo'lmaganligi uchun mu aytavur o'g'li bilan yana so'zlashishga royi bormadi. Aytganning quchqida birdam o'ltirib tur o'g'lim. Hirotga borganda keng kushadi mo'lishib olarmiz. O shundoq degenicha o'g'lini orqasidan bir ot beshi orliq qoldirib kelayotgan mo'lla sifat yigitga uzatdi. Sulton Husayn Boyqaraning o'g'illari bilan bo'lgan adovatlari qandoq bo'ldi ekan? Uzundan beri o'g'illar uning itoatsizlik va osiylik qilishib, otasining dushmanlari bilan ittifoq tuzib yuribdi deb anglab edim. Hozir qandoqroq ekan? Ota bola o'rtasiga tushgan ziddiyat saltanatni zavol topqizdi. Danışman Mirza Ulug'bek saltanatimi o'sha sababdan zavolliq yuzlangan edi. Farzandining insobi bo'lmas pika. Yiroqdan chepib kelayotgan otliqning qarisi uning xiyolini buzib qo'ydi. Ayol o'tmay otliq aniq ko'rindi. U Yiroqqa ketgan chaparman edi. Amir janoblarga ma'lum bo'lg'ay, dedi chaparman 10 qadam orliq qolganda otdan sakrab tushib. Sultan Hüseyin Boyqara alilari yo'llariga muntazir ekanligini bildirdi. Muhammad Hüseyin Köragan xotirjamlik bilan yengil nafas oldi. Nimancha kechikding? Amir Muhammad Burunduq Barlas janoblari ordiqchi bilan iltifot ko'rsatib ayol qo'ydi. Amir Muhammad Burunduq Barlasning ismini olgan Muhammad Hüseyin Köragan yana bir qitim xotirjam bo'ldi. Chunki u Sultan Hüseyin Boyqara ordusidagi amirlarning orasida yosh qo'ram, isilzodalik, to'rlik martabasida va aql farosatda eng mo'tabar kishi hisoblanadi. Amir Muhammad Burunduq Barlas janoblari oddiy chaparminimga bu darajada iltifot ko'rsatgan bo'lsa, Hirotdagi ishlar o'ngishli bo'lgudek. U Hirotning Qipchoq darvozasiga 5 chaqirim orliq qolganda bir to'p bek sipohlarni agashtirib istiqboliga chiqqan Muhammad Burunduq Barlas bilan ko'rishdi. Assalomu alaykum. Qadam yetdi bola yetmagay, dedi Muhammad Hüseyin Köragan tavazzu bilan egilib salom berib. Va alaykum assalom. Muborak qadamlarga marhaba, dedi Muhammad Burunduq Barlas. Salom sahat yusuni oxirlashgandan keyin Muhammad Burunduq Barlas Muhammad Hüseyin Köraganni vaqtliq tikilgan hashamatlik chedirga boshlab qaytadan ordiq so'radi. Ondan choy quyib osh tatqizdi. G'izo yeyilib o'g'icha takallufliq so'zlardan boshqa parang bo'lmadi. U nomini ko'p anglagan bo'lsa-mu, ko'rishish nasib bo'lmagan Muhammad Burunduq Barlasning kamtar, kichik bel, qizg'in muomalasini ko'rib yoqtirib qolgan edi. Amir janoblarining Hirotga qadam tashrif qilish muddasi bizga 5 qo'ldek oyon, dedi Muhammad Burunduq Barlas asli maqsadga ko'chib. Ol Shaybonixon hammamizga o'rtoq dushmandir. Qudratli panohimiz Sultan Hüseyin Boyqara olilari xeylidan beri uning muqobilasiga chiqib, o'zini bilolmay qolgan ol sahrolikni adablab qo'yishni ko'ngliga bitgan bo'lsa-mu, salomatlikka yor bermagachga sabr qilishga majbur bo'lgan edi. Mana endi janoblari bu dargohga qadam keltirib, kuchimizga kuch qo'shdilar. Kaminalari hozir bir qoshqun sayoqmi? Ol Shaybonixonning muqobilasiga chiqish uchun Sultan Hüseyin Boyqara olilariga navkarlik qilishga rozimi? Muhammad Hüseyin Köragan bir necha daqiqa turib olib, yana eg'iz ochdi. Bilmadim, bugun qudratli xon olilari bilan didor muloqotda bo'lish sharfiga erishgili bo'larmikin? Shul topda xon olilari amir janoblarini saqlayotdi. Ondaqda iltifot qilib yo'l boshlagan bo'lsalar. Muhammad Burunduq Barlas nima uchundir bir bas arsalda bo'lgandan keyin eg'iz ochdi.
Әмір жанапларға бердіған бір тәкліпім бар еді. Білмедім, қобыл көрермекен. Жанаплары Хират өлемаларының пазылларыдындыр. Кәмені талыпларға сөзлегенде зияды тәвәзі қылыстыры хачасыз. İltifat qıldılar. Dedi Muhammed Burunduq Barlas. Əmir cənablarının Böyük Xaqan Sultan Məhmud xan alilərinin əmirləşkiri həm yaxın dost ikənligi bizə ayan. Saltanat yusunu boyunca Sultan Hüseyin Bayqara aliləri bilən bir əlinin elçisi sübtidi görüşüşləri gerek idi. Amma hazır vəziyyət qıl üstüdə turvatıdı. Şuna xan alilərinin dilini rəncitib qoymaslıq, həm də köngüllərə pükkən mudda məqsədlərini oңuslıq ro'yobga chiqarish uchun qoida yuzini surishtirib o'ltirmay, o'rdaga kirganda xon oliylarga tizlanib turib hurmat bildirgan bo'lsalar. Muhammad Husayn Ko'ragan damalliqqa javob bera olmay turib qoldi. Chunki u Andijonda Shaybonxon bilan ko'rishgandimi, tizlanmagan edi. Bir elning hukmroniga tizlanib turib hurmat bildirish o'z elining hukmronining izzat g'ururini dafsanda qilganlik bilan barobar edi. Qanday qilsam bo'larkan? Amir Muhammad Burunduq Barlas to'g'ri deydi. Hozir qoida yuzini surishtirib o'ltiradigan chog' emas. Vahshiy yov tap bostirib kelmoqda. Uning ustiga Xorasonga Sulton Mahmud xon oliylarining farmoni bilan kelganim yo'q. Shuni Sulton Husayn Bayqaraga tizlansam, qoida yuzidan chatnigan bo'lib qolmasman. Onun ustiga baribir uningga bay'at qilmayman. U xiyolini yig'ishtirib javob kutib o'ltirgan Muhammad Burunduq Barlasga qaradi. Ma'qul, janoblarning deganidek bo'lsin. Yana bir gap, dedi Muhammad Burunduq Barlas. Xon oliylarining bir puti palash bo'lib qolgan. Harakat qilish absiz. Salomlarga o'rindan turib javob qaytara olmasligi mumkin. Şunu zinhar ko'ngillarga olmag'ayla. Muhammad Husayn Ko'ragan o'rdaga kirib, Sulton Husayn Bayqaraga tizlanib turib salom berdi. Assalomu alaykum. Qudratli xon oliylarining aziz dini salomat, baxt davlati ziyoda, taxt saltanati omon bo'lg'ay. Kiyinish, yosnishga alohida ahamiyat berilgan Sulton Husayn Bayqara yoshinib qolganiga va kasalligiga qaramay beshiga qora ko'rp tumoq kiyib, tumoqning o'ng tarafiga to'z peyi qistirib olgan, uchisiga o'tqashdek qizil ipak to'n kiyib, belini olmos ko'z qo'yilgan oltin kamar bilan bog'lab olgan edi. U Muhammad Husayn Ko'raganning salomini sal qimirlab qo'yib ilik oldi. Va alaykum assalom. O'rinlardan turslar Ko'ragan janoblari. U Muhammad Husayn Ko'raganning tizlanib turib bildirgan hurmat ehtiromidan to'liq mamnun bo'lgan edi. Shunga Muhammad Burunduq Barlasga qarab eg'iz ochdi. Ko'ragan janoblarga Xonzoda Badiuzzamon Mirzaning yuqorisidan o'rin berilgan. Muhammad Burunduq Barlas ittik kelib Muhammad Husayn Ko'raganni Xonzoda Badiuzzamon Mirzaning yuqorisidagi taxtga yaqin joydagi kursiga boshladi. Sultan Husayn Bayqaraning o'zini bu darajada hurmatlab, o'g'illarining yuqorisiga o'ltirg'izganligidan ta'sirlangan Muhammad Husayn Ko'ragan uning tizlanib turib salom berganidan ko'nglida mamnun bo'ldi va o'ziga bu aqlni ko'rsatgan Muhammad Burunduq Barlasga rozimanlik bilan qarab qo'ydi. Bugun saltanat ishlarini so'zlashmaydi, dedi Sulton Husayn Bayqara. G'izo sharab tortinglar. Aziz mehmonimizdan avval Hirat qoidasi bo'yicha ordiq so'raydi. Shu hamon Bekavul bey xizmatkorlarni buyurib, dasturxonga har xil noz-ne'matlarni tortishga boshladi. Orqadan soqiylar qadahlarga sharob qo'yishga kirishdi. Sulton Husayn Bayqaraning bu farmoni Muhammad Husayn Ko'raganga sal g'alati tuyuldi. Tova, bu nima qiliq? Kuchlik yov allaqachon ilkiga bostirib kirib bo'lgan tursa, shu topda yovga qandoq taqobil turish haqida bosh qotirmay, Bahramon sharobxo'rlik mayli tatib qolgani nimasi? Kishilarning uni Xorason taxtiga chiqqandan beri har kuni peshindan keyin sharob ichmay qo'ymaydi degani rost ekanda. Otasi bundoq bo'lsa, o'g'illari qanchalik sharobxo'rdi?
ko'nglidagini chandırmaslıqqa tirishib, töven tarafida o'ltirgan Baduzzaman Mirza, Muzaffar Mirza qatorliq xonzodalarga yerning tegidan nazar tashladi. Kabul. Anası Qutlug' Nigor xonimning kesili kundan kunga eg'irlashib ketganligi sababli Boburning qo'li hech ishga bormayotdi. Uning sizmo ko'nglining aromi yo'q edi. Eg'ir kunlarni bir-biriga hamdam bo'lib o'tkazgan amir sarkardlari Kabulga kelgandan beri sig'isholmayotdi. Xususan inisi Jahongir Mirza bilan boqi chag'an, ya'ni uningga bosh og'rig'i tepib beryotdi. Anamning kesiliga rostında tavuz şifa qilarmi? So'radi Bobur oldida qo'l bog'lab turgan hakimdan. Asaba kesiliga odatda qon olsaqli şifa qiladi, dedi hakim. Lekin xonishoyimning kesiliga bu amalni kor qilmayotdi. Xurason tevhitlarining qoldirgan risolalarida asabaga tavuz şifa qilur deb yozilgan ekan. Shuni tavuz berdik. Hasaba badanda ushiq toshma paydo qiladigan bir xil kasal deb izohatda. Hozir tavuzning pishadigan vaqt emas, dedi Bobur o'ylangan holda. Tavuzni nereden topdinglar? Kabulda tavuz saqlaydigan baqqallar bor ekan. Yaxshi bo'pti. Yana boshqa dori risolalarini aqtirib boqaylar. Bosh ustiga. Hakim chiqib ketdi. Endi saroyda Qosimbek Qovchin bilan Bobur yolg'iz qolgan edi. Xo'sh, dedi Bobur Qosimbek Qovchinga qarab. Jahongir Mirzaning ranjishining sababi nima ekan? Surishtirib kelsa tilga olg'uchiligi yo'q bir ish, dedi Qosimbek Qovchin. Oliylarga ma'lumlik. Jahongir Mirza G'azndan kelgan chaqda farmonlarga binoan istiqbolga chiqqan edi. Yo'lda kelib etib Jahongir Mirza bedeniga qush qo'ydi. Qush bedeniga changal soldigan chaqda nima uchundir bedeni o'zini yerga urdi. Atrofdagi baglar oldimi deb so'rashdi. Qushning bedeni o'lishi odatdagi ish bo'lg'achqa kaminlari tuzli qilib, dushman shuncha ojiz tursa olmay qo'yamdi deb javob berdim. Sirali beg, Yusuf beg va Pahlul beglar mening bu gapimni Jahongir Mirzaga boshqa tushundirgan cheg'i shuning ranjib qopdimish. Jahongir Mirzaning burniga faqatli suv kirmadi, dedi Bobur ko'ngli yerim bo'lgan holda. Har doim atrofidagi beglarning fitnasiga ishinadi. Shundoq oliylar. Sirali begning niyati durust emas. Kabuldagi barliq fitna fasod shuningdan chiqyotdi. Xufiyalarimizning tinglab bilishicha, hozir mushuni bahona qilib Jahongir Mirzani qechishga qutirtiyotgandek. O'z vaqtida Uzun Hasan Ahmad Tanballarning fitnasi va qutirtishi sababidan Farg'ona vodiysidan ayrilgan edi. Endi Kabuldami bu fojialarning takrorlanishiga hargiz yo'l qo'ymayman. Sirali begni shundoq jazolayki, boshqa fitnachilarga qattiq ibrat bo'lsin. Bobur jahli bilan vaqirdi. Mirg'azab! Saroyning eshigida turgan jallodlarning boshlig'i oldirab degidek kirib keldi. Labbay podsho oliylari. Sirali beg fitna tarqitib qutratqilik qilganlik uchun darhol kollasi ilinib, mol-mulki musodir qilinsin. Oila tavobati Kabuldan haydab chiqarilsin. Qosimbek Qovchin Boburning Sirali begni o'limga buyurishini xiyoliga keltirmagan edi. Uning bu farmonidan to'liq afsuslandi, ammo to'sishga amalsiz qoldi. Shu topda u Sirali begning o'limiga o'zi sababchi bo'lgandek tuyg'uga kelib qolgan edi. Saroyning ishida bir pas timtoslik hukm surdi. Podsho oliylarga ma'lum bo'lg'ay. Vaqchagan yana janoblari ko'rishga ijozat so'raydi. Boburning g'azbi texchi bisilmagan edi. Kirson, dedi u qapqini turib. Odatda Boburning oldiga Bahramon kirib chiqadigan boqchagan, ya'ni shu topda nima uchundir to'liq ehtiyotchan ko'rinadi. Ko'zlaridan allaqandoq bir tashvish alang ketdi. Sirali begning ishidan allaqachon xabar tep bo'pti-da. Boshtil o'zini so'rash kerak edi.
Qosimbek Qavchin xiyol qilg'ach boqi chag'an yoniga yer tegidan qarab qo'ydi. Babur boqi chag'an yoniga qapqini turib bir pas qarab turgandan keyin eg'iz ochdi. Xo'sh. Baburning alpozini ko'rib, absiz vaqti kelib qolganligini his qilgan boqi chag'an yani damalliqqa eg'iz chiqib ketin olmay turib qoldi. Endi bo'lganda gap qilmayli chiqib ketishning o'rni yo'q edi. Oxir o'zini xotirjam tutishga tirishib eg'iz ochdi. Qudratli shohimizdan burna kuni sungan iltimosimning javobini olay deb keldim. Babur uning ko'ziga yolt etib qaradi. Boqi chag'an yani Baburning tikilib qarashlariga bardoshlik bera olmay, ko'zni ap qechishga majbur bo'ldi. Endi uning nozilni versiga yo'l qo'ysam bo'lmaydi. Menga qo'shilgandan beri uningga ko'p yo'l qo'ydim. Sadoqat bilan peshqadam amrim Qosimbek Qavchindan yuqori martaba berib, e'tiborini qildim. Har qanday ishda royiga baxtim. Turlik adabsizlik va yomon qo'yini ko'rmasga soldim. Boshqa amir sarkatlarni ko'zga ilmismi, ular bilan ap o'tmismi mayli dedim. Hatto haddidan eshib har kuni eshik oldida nog'ir chaldirdi. Gerçi bu xon sultonlarga xos imtiyoz va odat bo'lsa-mu, boshqa amirlar norozi bo'lib, arz qilib kelsa-mu, yana salovat qildim. Endi uning hargiz yolg'irmayman. Undaq erkilashlarini ko'tirmayman. Uning o'rda ishg'oliqidan tortib Kabul shahrining hokimligigacha, Tashkiliy divanning hazzorligidan tortib Chag'dovulligigacha beradigan huquq martabalarning hammasini berdim. Hatto Tamg'i bejini boshqaradigan yuqori kirimlik imtiyozni tutqazdim. Qilgan atganlarni yuziga solmadim. Yetar endi shunchalik qilganlarim. Yo'lda qo'shilgan hamroh, rostini hamroh emaskan. Janoblarining orzusini rad qilaversammi bo'lmas, dedi Babur tamkinlik bilan. Hozirdan boshlab sizlarga ijozat berildi. Shart shuki, birinchidan 10 dan ortiq navkarni hamroh qilmaydilar. Ikkinchidan Hindistondan boshqa tarafga bormaydilar. Xo'sh, endi chiqib ketsalar bo'ladi. Boqi chag'an yani Baburning o'ziga bunday shart bilan ijozat berishini o'ylabmi baxmagan edi. Podsho oliylari omon bo'lsinlar, dedi u tatarg'an holda. O'zing qilding, dedi Babur ko'nglida. Qosimbek Qavchin boqi chag'an yonining orqasidan masxirlik qarab qo'ydi. Farmonimiz xato bo'lmaganda amir janoblari, so'radi Babur. Yo'qsa, har kim qilsa o'ziga qiladi. Elim uningga qilganidan ortiq himmat ko'rsatgandilar. O'zini bilolmay qoldi. Uningga borar yerini ko'z tupamsam, dargohimizdan ketib elib, yoki Jahongir Mirzani ozdirishi, yoki Shayboqning qishig'i berib bizga sotqinlik qilishi mumkin. Haros, Shayboq tarafdan ma'lumot bormi? Ma'lumot bor oliylari. Shaybonxon hozir Xorazmni qatma-qat iskanjiga olgan bo'lsa-mu, Xorazm hokimi Chinsopi jon fidolik bilan qarshilik ko'rsatganlik uchun texchil Xorazmni elishga muvaffaq bo'lolmabdi-dek. Muhammad Husayn ko'ragan janoblari Hirot ekan. Balkim Patiyaqinda Sulton Husayn Boyqara oliylari bilan Shaybonxonning muqobilasiga lashkar tortib berishi mumkin. Kabuldagi fitna fasodlarni herhalde besiqqan bo'ldi. Endi bizmi diqqatimizni Shayboqqa ag'diraylik. Ul munofiqni Sulton Husayn Boyqara oliylariga yolg'iz tashlab qo'ysaqmi bo'lmas. Anlasam, Boyqara oliylarining bir puti palash bo'lib qopti-dek. Kaminlarni shundaqroq anladim. Shu asnoda o'ngsil o'sgan chaparman saroyga usibli kirdi. Gunohimdan o'tganlar oliylari. Validay buzurg nafasdan qoldi. Onasining o'lim xabari Boburga xuddi beshida chaqmoq chaqqandek ta'sir qildi. Chaparmandan yana gap so'rashga ro'y bormay, o'zini sirtqa otdi. Hurmatli anglag'uchilar, bugun kitobni mushaygacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anglag'anlarga rahmat. Xayr xo'sh, omon bo'lgaysizlar.